Hammaga assalomu alaykum. Musobek o'z kanalining hurmatli obunachilari. Mana bugun haftani akalar, Xudo xolisa bugun hafta kuniga seshanba 2025-yil 18-noyabr. Xudo xolisa bizning manzilimiz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Qoratepa mahallasida Qo'qon mashina bozor, mol bozor, Qo'qon aeroport. Xudo xolisa shu joylarga kiradi. Lachasamizki bitta narsa shu yo'lda mana ko'pchilik suv ta'limatga so'radi, yana telefon qilib. Lekin bu makka hozir chiqadi. Sirrazi telefon qilib, usbet qilib olinglar. Sababi tugaydi. Suv ta'limatchilarimiz kelgan, xudo xolasa chiroyli qilib mehmonlar beramiz Bahrom akamiz bilan. Ekraningizni mana shu o'ng tomonida podpisatsiya obuna bo'lish tugmasi bor. Kirilchada bo'lsa podpisatsiya bo'ladi. Shu ham bosib ketsanglar, bizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizda har kuni yangi videolar shunaqa chiqadi. Nahnolarga bitta e'tiborni berib qo'yaverasizlar, laykni maksimalni bosib turasizlar. Xudo xolasa layk bosish tekin agar. Chiroyli qilib syomkalar qilib beramiz. Obunachilarimiz mana makkalar kelyapti. Assalomu alaykum. Siz shunaqa yangilik qilmasiz aka. Qalaysiz? Sog'liq yaxshi bo'lib qoldimi? Charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldi ancha. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammaga tinchmisizlar? Qalay hammaga? Bir sidra gripplardan o'tib oldilarmi? Kasaga. Xudo xolasa. Bizlar axir charchamay mana Makkani chiqaramiz dedik. Mana bugun Xudo xolasa yetib keldi Makkamiz. Aka, bitta gap aytaman. Zo'r yangilik qilib qo'yasiz. Buni-chi so'ragan milliarderlarda, akalaga odam so'ragan. Imkon qadar sirazi zakaz berishsin. Ha, aka, nima dedingiz? Xudo xolasa hozir bitta 13 tonna brus keldi. Hop. Deyakda 70 tondan yon yerida bor tayi. Ay, bormi? Xudo xolasa. Mana shu furamizda keldi. Aha. Mana iskarni olib qo'yamiz. Hali yarmicha tushib qoldi, qolgan yarmi tushyapti. Aha. Tushyapti. O'zicha qolibdi. Turamiz endi. Na, changda aka. Hop, adreslarimizni vaharoda tushuntirib ketdik. Bizning nimamiz? O'zbekiston rayonida yotmaydi, Qo'qonda. Aha. Makka rayoni oxiri. Bizdan 3-400 metrdan keyin Qo'qon shahar boshlanib ketadi, tabag'i. Aha, shunaqangacha. degan joyda. Qoratepa degan joyda. Farg'ona, Namangan tomondan, Andijon tomondan kelganlar Qo'qon aeroporti kirigidan Qo'qonga qarab yurib, 3-svetofordan chapga kirib kelaverasizlar. Aha, Masjiddan o'ngga. Masjiddan o'ngga. Jumadan boshqa har kuni xizmatlaringdamiz. Soat 8 dan inshaalloh kechqurungi shomgacha. Shomgacha. Ular shundan nima qilaveramiz? Xo'p, endi yangiliklar boshlaganimizda mana bir oshdan ketavering, mana o'shalik 1900 so'mlik changlarimiz. Mana masmish qilib. Yo, u sechka olmay qo'ying, sechka keling. Voy, bu ham rosa donlish. Tuflamaymiz bo'lsa. Bo'ldi bo'ldi. Mana shunaqa bo'ladi, ha? Holati. Hop. Eng kichkinasi ham 20 kilolik bo'ladi. 20 kilolik, ya? Buni endi mayli arzonim deb teshib qo'yarasiz. Katta teshmaymiz, demak, odamga endi to'g'ri bo'lib borsin. To'g'ri. Keyin bu borib ketyapti mana. Nima deydi turishi? Ha. Mana dona. Mana dona. Bu hop 1900 so'mdan 100 so'm tushirib qo'yibsizmi? Ha, yo'q, har qalay bor. Zaifda ko'p har qalay bor. Imkon qadar 1-2 kun qolib ketilinyapti, lekin eplab beryapsiz, Xudo xolasa aka. Makkamizga keladigan Makkamiz, bahorgi Makka %100% quruq. Durasa behazorat. %100% quruq. Mana, misol mana. Ovozlarni eshitdingmi? Qo'lan betyapti, ha, aka, qarang. Xohlaganingizcha nima qilmayman. Ki doni ham zo'r ekan, aka. Doni ham, ha? Bunday qilinadi yoshligimizda mana. Mana aka. %100 quruq. Xudo xolasa tayi bor. Hozircha 3,5 ming chiqarilyapti. 3,5 ming chiqaryapsiz, maksimal tiralgani, taqalgani aka. Demakki 36 deb ko'riladi deb turiladi, keyin pay 36 gamiz bilan yarim qilib berasiz deydi. Undan 3,5 tekis chiqarilaveradi. Bitta qopi 20 kilodan 32 kilogacha ham keldi mana. Bismillah. Ama setkalari eski. Aha, 27,5 kilo. Mana 1900 so'm mana uni turibdi mana. Aha. Hop. Hop, 95 ming. 95 ming. 95 ming. Setkasi eskiligini hisoblaydigan bo'lsak, birinchi eskiligini sababi biz aytgan Makkani ko'rgani bordik. Ha. Tayyorda o'zimiz qoplar hammasini o'zimiz olishga kelishdik, faqat mana setka yerda muammo ekan. Na, yo'q, topolmadimi? Bor ekan. Qimmatmi? 9 ming aka. Yaxshi eskisini 3 mingdan topdik. Endi o'zimizni mana bozorda ancha arzon. Ha, Qo'qonda arzon aka. Ilojimiz Katta pul ekanda. 9 ming kisa tannarxi oshib ketadi. Ha, aka. Unaqa yukka borgan o'zingizdan borsiz bilasiz, men yerda flash chilsa, yerda dog'si olib ketinglar, o'shanchilar qancha rasxod kam bo'lsa, shuncha narsa arzon tushish kerak. Ha, shunaqa aka. Hozircha 3,5 mingdan gidaydi bir 9 tonna yon yerida tayyori bor. 9 tonna yon yerida tayyori bor. Biz buni to'xtatib qo'yganimiz sababi bitta Kia kelyapti-da, bitta Kiyaga
perketga yuklashimiz. Ha. O'shaning 9 so'mda tayyori bor. Bo'ldi, cho'zilib ketmasin endi bag'imiz aka. Bitta qop 10 bitta qop 14 ming. 14 mingligimiz shuna narsa chiqmasin degdikda. Siz tanlang ochib bering. Endi kesib yoqamiz. Kesib oldidan. Ha, yo'q, labay joydan aka. Bu oddiy mana qangi qipiqli narsa. Hop. Deyarli doni yo'q. Deyarli doni yo'q. Lekin degan joyda ichida bodoy ham chiqyapti aka. Mana shu ham shuni ichidan chiqyapti mana. Shuni ichidan chiqyapti. Puli bitta, sulu. Aha. Addenni sotib olmaysiz, sulu nima videodan aka addenni sotaman. Aha. Endi betiga kilo keltirgani qo'yib qo'ygan. Yo'q, ular men kimdan topib berish bor. Ana shunaqa narsa. Nechta tonna bor? 4 ming so'mdan. Bor bir 300 tacha qoldi. Nechta pul qopi deysiz? 14 ming so'm bir qopi. Qo'y, serios. 1 kilo, 12 kilo, 8 kilo mana shunaqada. Ha, shunaqangi narsa, ichi to'la donmi aka? Yo'q, endi don chiqib qolyapti. Shunisi yomon chiqmasin bizga mana. Mana shunday mana ko'ryapsizmi doni bor. Aha, mana shunday. Mana shu narsa deb olishorsin aka. Qo'yanlar o'zlariga yutuq donisi. Misol mana ham teshib ko'ring, mana shu yerda mana qipiq chiqsanglar, ana xudoga shu qipiq chiqadi bu. Ularni qo'rqmay teshib yersiz arziydi mana. Mana shu narsa. Qipiq, mana shu narsa mana. Eng zo'richi shuni aytaymi, shu narsani olib, shu narsani olib, misol uchun silos har ekanda shunimda yerga to'kinglar olib mana. Yerga to'kib, shu narsani. Silosni yoniga olib kelinglarda, silos bilan shuni bir-biriga aralashtiringlar. Mana buni ham shunaqa deb. Voy, olmay qo'yavering, doli chiqmasin. Shu ikkovini silos bilan bir-biriga aralashtirib, shuni 5-6 soatga dimlab qo'yinglar. Silosni suvini tortib oladi. Bu ham yem bo'lib ketadi. Tulamay olmaydi, don chiqib qolar ekan. Doni qattiq. Yem bo'lib ketadi. Mana shunga keyin o'sha kepaklar ham bormi, mochkalar ham bormi, serum bormi, makkani uni bormi, mana uni chiqarasizlarmi, sepib beringlar, bo'ldi yem. Kerak yo'q boshqa narsa. Kunida jinni tayini ham qurug'i shu yerda, qo'ydi ham, moldi ham. Moldi ham, ha? Tayini qurug'i shu yerda. Qo'ygan bersa bo'laveradi silosda aka, o'shanda mana shuni nima qilib turib, ancha quruq bo'ladi. Chiqqan narsani qilib. Hop. Kepe. Nima baqa? 30 kilolik sechka. Ha? 30 kilolik. Aha. 70 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ko'p olganga 69 mingdan. Ko'p olganga 69 mingdan. Aha. Sababi bu nima? Bizda bilasiz, har doimgidek o'sha ahvol qoplarni. Mana? Yarim. Har doim o'sha to'ldirsa shuni 50 kilo oladi. 50 kilo oladi. Oshiq ham oladi. 30 kilolik mashina qilib qo'ygan. 40 kiloligi ham keldi, ozroq keldi. Kepe mana ular aka? Ha, bular kepe. Baqa bosdik. Hada joyimiz qolmaganda kuni baqa bosdikda. Kalti yo'qotib qo'ygan kunimiz baqa bosdik. Qulubni buzmaysin. Bir xil 2335 so'mdan tushyapti. Xullas, ko'p olganga 2300 so'm. 2300 so'm. Eng qisqasi 2300 so'm. Sho'rxa. 50 kilolik tayyor qanorda 3500 so'mdan, ya'ni 175 mingdan. 175 mingdan qopi. Tamam. Tamam. Tashqarida xuddi shu yengilimizdan bor, uni olib vaqt cho'zayotganda shuni tozaqni ichkariga tezlashtirib yuboramiz. Aralashmalarimiz o'sha 4 ming, 5 ming hali ham. Ha, yo 5 ming, 6 ming. Mana bug'doydan kelyapti hozir. Mana buni. Necha maydaroqmi? Ha, mayda bug'doydan. Bundan kelyapti. 3300 so'mdan sotyapmiz. 3300 so'm sotyapmiz. Sizlarga chorvaga, tovuqqa nima bo'lsa. Haqiqiy chorvaniki aka. 3300 so'mdan. Endi bu kiloda. Kiloda. Aynaqada qopga 3200 so'mdan, ya'ni 50 kiloligi 160 mingdan. Xo'p, ba'zi tuzlarimiz bor. Bodringchilarga hali ham bankamiz bor. Qishda ham aka, sovuqda ham. Bizlar ishtoylar bilan vaqtiga yapti. Makka-chi? Tozalasa aka, to'g'risi. 4400 so'm hali ham. 4400 so'm. Mana. 100% toza makkaniki. Bundachi mardagi bilan chiqarilsa aytdimmi, bemalol bilinib qoladi. Ha. Bemalol. Oqarib qolatib bo'ladi aka. Sotani nimasi bilinib qoladi. Mana nechta? Mana endi donada 20 ming, pachkada o'sha 118 ming shunday, kiloda 120 mingga tushadi, 3 mingdan. Mana makkangiz nech bo'lsa unaqa zo'ragana aka lekin. Yo'q, 4 ming so'm, 4 ming so'm mana. Aj dahshatagana aka. Aslakamiz bor, 100% quruq. Mana bu yerda buni qopga ham qo'ying. 100% quruq mana. Hozircha yaniga deydi bir 8 tonnacha bor aslakamiz. 8 ton bor a? Nimaga o'shalik 30 gamdan chiqarganimda olib qo'yganim bor edi. Nechta qilib berasizmi? 1-2 tonna olsa, olib ketsa. Xo'p. Oxirisi tiralgan, yo 4 mingmi? Eplab beramiz. Eplab beramiz. Kelishmagan narsa bormi? Imkoni bor. Ishimiz kepaklarimizni tayyorlanib tozalab, mana yirtiqlarini olib kanallarga solib qo'ydik. Kepaklar endi 75 ming so'm. 75 ming. Endi biz qo'limizda bor. Arpamiz.
Arpamiz. 50 kilolik 175 ming, 3,5 ming so'mdan. 3,5 ming so'mdan tushadi shunda. Endi bu tonnada buni eplab beramiz. Muchka nechi pul admiral? Hozir 105 ming bo'ldi. 105 ming, ha? 305 ga chiqib oldi. Mana muchka 90 edi. Boshqa 100 ga chiqdi. 100 ga chiqdilar, aka. Mana unimiz ham hozircha donaga 117 edi, 120 ga chiqdik. Donada bu. Lekin pachkada hali ham 115 ming so'm turibdi. Turibdi. Labis. O'sha hali Popli akaga bir mahsulotlar ham 200 ta jo'natib yubordik. Inshaalloh 115 ming so'mdan dastavkasi bizni bo'ynimizdan yetib bordi. Yetib borgan o'shanda. Aka qani yana bittalarga 150 ta bundan 50 ta un berishimiz kerak. 50 ta un berish kerak. Aha. Bitta narsa oshsa hamma oshib ketyapti. Qani bitta kepa oshdi, hamma oshib ketdi. Muchka, un hamma oshdi. Bu alenaqangi puxlar aka. Abetan bo'ptilar mana o'zicha. Aka. 12 bo'lishdi. Bu puximiz eng qimmati 2300 so'm. 2300 so'm. Toza? Anaqa temir chiqmaydi. Yo'q, mana. Bu 1,5 ming so'm. Ha, 1,5 minglik. Bu kerbaz prosta bu anonga o'xshab titilmagan bo'ladi. Ha, yaxshi drabilkaga solinmagan bo'ladi. Molga bo'laveradi, qo'yga apasliga. Molga beraveradi. Ha, molga bo'laveradi. Mana unisi bor, mana 2000 so'm. 2000 so'm. Xuddi shuni titilgan. Drabilka qilingan bo'ladi-da. Ha, mana o chigitligimiz 3700 so'm. Ha, bu qo'yga ham dahshat aka. Xudoga shukr, yaxshi narsa. Mana o endi 4900 so'm. 4900. Nimaligini aytmayman. Hamma yo'q ketdi. Xo'p. Yer yong'og'imiz ham, g'o'za po'chag'imiz ham bir xilda 3700 so'm. 3700 so'mdan. Bir xilda. Bir xilda? Aha, 3700 so'm. Mohirkali, yer yong'oqlik, g'o'za po'chag'lik hammasidan bor. Bu nechi pul? Bu 2000 so'mcha puxta. Ha, haligini davomida, zo'r ekan, toza narsa. Endi mana unimizga kelgan bo'lsa, aka, ana shu unda nima qildi? Hozirchalik ahvoli. Zo'r, uncha ko'p. Hozirchalik ahvoli. Unimizga inshaalloh payshanbadan zaifga olishni boshlaymiz. Nimagaki, ertaga bitta 6 tonnaligimiz qoldi. O'sha yerda chiqarib olaylik. Keyin u ham o'zimizga nimaga boradi? Doniyor aka, Davron akaga boradi. Nimami nisbal puli? Yolg'onga qo'rqaman 2800 so'm beryapti. Tonnada hali 2800. 1 tonnaga ham bo'ladi. 1 tonnaga ham shunaqa bo'ladi. Ha, 2800 so'm. 2800 so'm. Kilonachi? 3000 so'm kilona. Nimaki, bilasiz, 152 minglik chiqib qolsa, shunda ham 150 ming beradi deyshadi. Baribir shunga borib. Baribir shunga boradi. Ammo to'g'ri, aka, shu tomoni ham. Ko'palarimizdan zaxiramiz yetarli. Yetarli. Lekin 75 dan bundaroq qilib bera olmayman. Endi mayli ko'p olganga 74 qilib bera olamiz. Ha, oxirgisi aka, tiralgan. O'zi 3 ga qarab kelib qoldi-da, yo'l kirasi bilan. Yo'l kirasi bilan, aka. Bu manonimiz hozircha 5,5 ming so'm. Hozircha. Hozircha 5,5 ming. Hop. Mana bu kunjoralarimiz topmay ochig'i bor ekan. Bular 180 ming so'm bo'ldi. 5140 so'mdan yo 40 so'mdan tushadi. 35 kilolik 180 ming. 35 kilolik 180 ming. Aha, bitta qop shunaqangi bo'ladi. Ha, 35 kilo tayyor. Keyin mana bu yerda Samarqandimiz bor, hali sachma. Ha. Samarqand toyloqmi? Toyloq. Bu 5800 so'm. Bu qimmat ketdi. Ha, bu mana chempionda ochmasangiz bo'lmaydi. Agar raps shirota. Hozir tushdilar bu obunachilarimiz. Yangi. Zo'r bo'ldi, bu ham qoldi. 70 ta keldi. Nechta qoldi? Bizga 22 ta qoldi, 22 ta qoldi, shunaqa. Chiqmasa ham kerak. Mana. Raps shirota obunachilarimiz. Endi maydalabcha kiloga to'g'ri 5,5 ming beryapmiz. Misol uchun 30 minglik, 50 minglik deganda 5,5 ming. Qopda 5400 so'm. Tonnada 5300 so'm. Qop necha kilo bir qopda? 51 kilo, 53 kilo chiqadi. Ha, bu na kiloda tortib berasiz? Nostandart. Nostandart, ha? Hozir 20 tasini olib qoldik biz. 1 tonna 40 kilo chiqdi shu. Aka, o'zingiz mollingizga bergan yo'qmi, beryapsizmi? Yo'q, men finishda ketyapman. Yo'q. Jumakini bir ko'rasiz, ham berishimni. Xudo xolasa, aka. Nimaiki 15-dekabrgacha bo'ldi, ular tezlashish kerak. Tezlashish kerak. Hozir faqat ular qo'li bo'shasa yemayapti. Boshqa ish qilmayapti. Boshqa ish qilmayapti. Bo'shadi yemayapti. Nimaga? Bo'ldi bag'i sovuq tushdi. Bir kun 3 kunga o'tadi. Normalni yemaysan, bir kun 3 kunga o'tadi. Ha, shunaqangi. Bosing. Men o'sha birda ham videoda adashmasam aytganman. Xo'p, bitta molingizni oldingizmi? 1 yilda 12 oy bo'ladigan bo'lsa, 1 millionni 12 million beryapsizmi? Shuni 9 oyga bo'lib oling. Shu 12 million 9 oyda berib oling. Yoki 8 oyda berib oling. Baribir o'zingiz molingiz deydi, meni molim bas. Hali nima deydi? Qayningiz moli bas. Sadaqa aka. Yesa yaraydi. Ha, aka. Yesa mana xudoga shu kasallikka ham yaraydi. Ha, baquvvat bo'ladi. Baquvvat bo'ladi, tez semiradi. Mana o'shaligi Hojaaka bilan ko'rdingiz, 21 million 400 ming olgan navvaslarini 1-fevralda olgan mollarini sentyabrda pul qilishdi shu. Ha, ish bilan bo'ldi. Ikkitasi 740 kilo, 753 kilo keldi ikkitasi. Bu degani zo'r pul bo'lishdi. Nimaga? Bilasiz.
Bonomjon nima bor? Olib keling. Olib keling. Olib keling. Qattiq berishadi endi, Hoji aka. 10 xil ham berishadi o'zi ham. Boshqashinglar, ayamaylar. O'shancha bitta hop dorilarimiz hozircha bor, yetarli. Bitta pauza qilib tursa, silos bilan anavini bittamda aralashtirib beraman. Ikkisi Böyle yangi qopga tashlaylik, uvat bo'lmaydi, nima? Yana o'zimizga olib ketaveramiz. Sermay ketaveradi. Aytganingizni tushuntirib bering degan narsangiz mana uni. Mana qarang. Silos tashlayaptilar. Aha. Ha. Silosni ham qarang endi. Donga silos qo'shib qo'yilgan. Donga silos qo'shib qo'yilganda. Taningizda mana qarang. Mana shunga. Mana shu arzonda tashaladi. Necha bo'lmini qobi? Bu 12 mingga tashqari dedi oldik bu sizga. 12 ming so'mliga. Bir qopga bir qop hisob bo'lyaptimi? Hop, nechadan tashladingiz? Xohlasangiz shunga seran qo'shib ko'ring. Agar pauza qiltiramasangiz seranni olib qo'shib beraman. Shuni aralashtiringchi? Seran, tuz, обязательно tuz tashlang. Tuz tashlash kerak. Bir pauza qiltiring, hammasini olib chiqib qo'ying. Bo'ldi. Arzon o'zimizda 3 ming so'mlikchi. 3 ming so'mlik. 1 bug'doy pishnon aralashuvni. Hop. Mana hozir shundan 400 gram olib chiqdim-da. Tortdingiz. 400 gram. 400 gram. Bitta qopga 2 kilogacha solinadi. Bitta silos qopiga. Bitta qopga 2 kilo, 2,5 kilo. Endi berishlarga qarab, 4 kilo bersalar ham o'zlari mollaydi. Sizning molingiz ham meni molim yo'q qo'ymaydi. Maqsad ko'rsatishdan maqsad avvalo sotish manfaatdormiz. Uni tan olamiz. Kommentariyada tana sotish uchun. Lekin tomoni shu kimgadir endi manfaatimiz tegadi. Inshaalloh. Xudo xolasa. Mana shunga mana tuzni ham tashlab Hop, tuzni ham tashladi. Mana qarang mana. Yomon bo'ladi. Bo'ldi, endi qarang. Mana shuni. Endi biz hozir qo'ldan aralashtirib qo'ya qoldik. Shu. Biron nimada aralashtiriladi. Ketmondami, kurakdami? Nimani changi ham yo'qoladi sal. Bog'da. Endi tortib yuboradi. Silosda suvini tortib yuboradi. Voy, dahshat bo'ladi. Qani bunga bo'lsa-ni vitaminni ochib tashlang. Nima topsangiz, Makkaning unini topasizmi? Mana. Nima topsangiz tashlaysa, bo'ldi. Mana shu holatga keldi mana. Mana. Mana shu holatga keldi. Endi mana shuni, buni o'zini salafanni yirtib turib, ustiga bunday qilib o'rab qo'yasiz. Mana. Ertalabgina kechqurun ertalab tayyorlab. Agar imkon bo'lsa bir kunlikda bitta tayyorlab. Bitta tayyorlab qo'yish kerak, Bu yemni endi qarang, o'rtacha hisobda 20 ming so'm silos. 13 ming so'm nima narsa? 33 ming. 33 ming. 33 mingga endi 33 ming plus 3 kiloni nimadan tashlaylik? Undan 9 ming. 1 kilo tuz 43 ming. 43 mingga mana shu yetingizda misol eng kamida 4 ta 5 ta molingizga yetarli. Yetarli ham bo'ladi. Mana hali bundan hech nima ketmaydi. Bir mahaliga ertalab kechqurun 2 ta molingiz bo'lsa, ertalab kechqurunga yetadi, bir kuniga yaraydi. Beqaror. 4 ta bo'lsa bir mahal. Mana shunga misol 10 ming so'mlik nimadan bir qoshiq tashlab qo'yilsa vitamin. Aka, unda oshda. Tayyor yem. Prosta aytyapman, avvalo sotish. Lekin shu manfaat tegsa birontalar rahmat deb qo'ysa. Rahmat deb qo'ysalar, aka. Boshqa narsa kerak yo'q. Lekin osh dahshat bo'pti, aka, mana qarang. Obunachilar, uni ko'ringlar. Ana uni changini ham tortib oladi. Silosda nima? Suvini ham tortib oladi. Hay ham shiltob ketmaydi. Shuni qarang. Qo'p-qo'roq bo'ladi. Qo'yga silos bersiz, oyog'i og'riq bo'ladi. Bolam shu ahvol, sharillataversin-chi. Aka. Hozircha shuni pauza qilib turasiz. Akam qarab oling. Assalomu alaykum. Tugadi. Hozircha bo'ldi, arqamdan quvishni basini, mashina ko'payib ketdi bu yerda. Shunaqa. Tins aka. Rosa Mehmet ketibsiz. Rahmat, hamma bilan yugurib so'rashib, hansillab tashladingiz, haqqamdan yugurib yuribsiz. Shu, ana o'z soatimiz ham 12dan o'tib ketdilar. Inshaalloh. Hozircha shu manfaatimiz tegsa, xudo xolasa hammalaringdan xursandmiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ob-havoga juda ishonib yormasdan, so'tganni boshqarib yuraveramiz. Shu aka. Hammalaringga qimmatli vaqtni ayamay avvalo ko'rganingiz uchun mingdan ming rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Faqat yaxshi kunlaringda xizmatda bo'ling. Rahmat aka. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat aka. Yanada ming bor uzrayib, menda boshog'imni o'zim aytmay ketibman-chi. Boshog'imiz hozircha mana bundan kelyapti. To'g'ri, sal musor kelayotgandi, hozir sal yaxshilashib qoldi. Toshi yo'q-a, to'g'risi. Bor, Bormi? Yo'q, balo. Bor toshi. Toshi bor. Toshi bor. Qo'rqmay aytasiz. Toshi bor mana. Billa shilaka bilak yo'q-a-chida. Yo'q, unaqa sig'mayapti-da. Sig'maydi qolgan. Og'ir olib ketadi. Mana. Mana shu ahvolda 1500 so'mdan. Endi buni tosh to'g'raydan to'g'ib qo'ydim. Deyarli yaxshi. Qancha 1000? 1,5 ming so'm. 1,5 ming. Qalim ochib bering, mana shu osonroq bo'ladi. Ashuna oching. Hadi, qo'ying. Shukr. Hop, bismillah. Tomonda ekan. Qani? Necha kiloga qoplar aka? 15 kilo, 16 kilo, mana shunaqa. Toshni qidirib topib oling bundan, mana. Toshni qidirib topib oling mana. Haqiqiy boshog' mana.
Qidirib toping toshni mana. Yo'q aka toshi. Endi bor deb sotasiz. Sotamiz. Ha, Keling, bor. Bor, Toshlik. toshli. 1,5 ming so'mdan toshlik. 1,5 ming so'mdan toshli aka.